cho'chag'i munchacha bir hayotdan ixlos tugagan, oda qo'ygan, puliga ish qo'zib olib yotgansanda, menga o'xshagan erkaklar matchini sug'urib olaman. Borku, Yana nimani bu xonani qaranglar, bu xonani. Yo'q, bilmadim. Do'rsada tez tashlab qo'yapman deydi-da. Bilmayman, siz zo'r narsasan, bilmadim. Senga tez tashlab qo'yapman. Nima qilay? 3 oy yashasang ham tez tashlab qo'yyaptim. 3 oy yashasang ham, ha? Mayli, endi birinchisida bo'lishi mumkin, chunki qomating zo'r, u bilan ofat soyapman deb turib, o'zini mana miyasiga buyruq berib tez bo'shalishi mumkin. Atay ikkinchisida bizga qarab iltimos, akajonim, spermangizga eting chiqsin deyoradi odamlar. U biladi, sen puliga ish qozib yotgansan, to'g'risida ofat, deb, nastashi erkak uchramayapsan, xafa bo'lma. Erkak bir qanaqadir yalidaqa erkaklarga uchraysanmi, bir pasingga tushib ketib qolami, o'zingdan o'zing ko'tarib tepaga olib chiqsang, yana tushib ketib qolami. Onasi sizga bir nastashi erkak uchramayapsan-da. Ular ham yalaqda, ular jalab, xo'r emas, yalaq ular. Homerlar. U tili tashamaydi, ertadan kechgacha yalab yotaveradi tili bilan. Tili tashamaydi u jalab. Tili tashamaydi ular. Ular tili o'rgangan. Jannatim. O'shaning uchun xunuk bo'lsa ham, deb, hiydaganga terda hidi kelib turish kerak erkakdan.